Aziz estet uydagilarga bizning brizollarimiz вообще yoqib qo'ygan. O'zi ham через deng kun ora zakaz qilishadi. Jigarlar, sizlar qachon yeysiz bizning brizollarimizni? Xuddi o'sha mashhur qilgan bizning brizollarimiz ustini yopib qo'yishibdi. Lekin baribir qo'ymasam bo'lmaydi. Aziz akaning uyiga pastki har kun dastavka bo'lyapti, Xudoga shukr. Chunki Aziz aka eng zo'r restoranlarda uydagilarga ovqat olib berishni qurb etadi, lekin ularga yaxshi ovqat kerak. Yaxshi ovqat qayerda desa, bu Sardor kafesida bo'ladi. Ketdik dastavka birgalikda olamiz. Dastavkalarimizni qabul qildik Aziz estet uyiga. Xo'p, bizning manzilimizda ko'pchilik bilmas ekan, hali bilmaydiganlar uchun mana Toshkent Pitak Mo'jiza kafesining to'g'risidagi stangaga kirganinglarda o'ng tomonda Sardor kafesi, bu yoq Fujifilm ketdich, bu yoq mana Agrobank orqasida Sardor kafesi bor jigarlar. Biz stangani orqasidamiz, shuning uchun ozgina manzillar neto bo'ladi, ya'ni yo'l yuzidan ko'rinmay qoladi. Xullas keldi mana. Sobir Rahimov eng mashhur ko'cha Yangi yo'ldagi Aziz akaning uylari keldi. Xudo xolasa dastavka telefon qil. Xullas dastavkani berdik. Endi qaytamiz, to'g'rimi? Ketdik.